Assalomu alaykum. Aminacet kompaniyasi mana Afg'onistonda 18-20-iyul kunlari o'tkaziladigan xalqaro ko'rgazmaga yetib keldi. Aynan bu ko'rgazmaga yetib kelishimizda sanoat palatasiga juda katta hamda eksport uyushmalariga juda katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz Afg'oniston Respublikasidagi dehqonlarimiz bilan oldin ham ishlab kelar edik. Hozirgi kunda ham ancha nimalarimiz, yana savdolarimiz kengaydi, dorilarimiz yaxshigina. Bu yerdagi dehqonlarga, fermerlarga qiziqish uyg'otdi, natijalari bor va bir qancha yirik shartnomalarni imzoladik. Aynan bu ham bizning bir yutug'imiz va qolaversa bu yerdagi dehqonlarga bularni ishlatish va ulardan olinayotgan natijalar yuqori bo'lganligi uchun ham qiziqish juda katta bo'lib turibdi. Mana shunday nimalarni, ko'rgazmalarni tashkillashtirayotgani uchun albatta tashkilotchi tashkilotchilarimizga katta rahmat aytib qolamiz va bunaqa tashkiliy ishlarni juda ham ko'paytirilsa, albatta ikki xalq uchun ham juda yaxshi natijalarga erishilgan bo'lar edi. Rahmat.